Endi qaranglar, men dars berishni boshlagan paytim niyatimni to'g'ri qilganman. Bilimlarimni bekitmasdan beraman, hamma narsani yaxshilab o'rgataman va eng zo'rlarini olib kelaman. Eng zo'r o'qituvchilar dars beradi deganman. Shu paytgacha eng zo'rlarini yig'ibman, eng zo'rlarini qoldiribman. Ya'ni niyatlarimni juda ham chiroyli qilib kelganman. Alhamdulillah, mana endi niyat qilganlarimni mevasini olaman. O'quvchilarim ham o'shanga yarasha juda ham zo'r nomer 1 hammasi. Darslarini boshda ozgina qiynalishadi qattiq qo'lligimdan, lekin keyin bora buni hammasini niyatlarimni, ya'ni darslarimni to'g'riligini bilib va bu massaj texnikamdan zo'r natijaga chiqishayotgandan keyin darsliklarimni shunaqa darajada qo'yib berganman. Ustozda ikkita qo'shimcha hunar va plus yana mobilografik darsi. Ustoz, rahmat, o'zimiz eplab pulimizni chiqarib oldik deb duo qilishadi. Baribir hamma narsa niyatga bog'liq ekan. Chiroyli niyat qiling, hayotingiz go'zal bo'ladi, ishoninglar.